Endi hozirgi kunda testosteronni oshirishi bitta yo'llaridan bittasi ko'pchilik erkaklarda qo'rquv, xavotir bor. Bilasizmi, buni asosiy sabablardan bittasi testosteron miqdorining tushib ketganligi hisoblanadi. Mana oldingi insonlarda, masalan 200 yil oldingi yashagan odamlarda nimagadir qo'rquv, xavotir kam bo'lgan. Ularning sharoiti og'ir bo'lgan, turli xil janglar bo'lgan, turli xil to'qnashuvlar ko'p bo'lgan davrda erkaklar nimagadir qo'rqmasdan shu jangga ham kiravergan, qo'rqmas, botir bo'lgan. Chunki bularda testosteron miqdori juda baland bo'lgan. Va ularda semizlik ham kam bo'lgan. Chunki testosteroni baland bo'lgan odamda yog' tez parchalanadi. Endi hozirgi kunda testosteronni oshirishi bitta yo'llaridan bittasi yana o'sha qadimga borib taqaladi. Nima uchun? Oldingilar juda ko'p otda yurishgan. Ot sport turi, umuman otda yurish organizmda prostatani непрямой massajiga, ya'ni massaj bo'lishiga olib keladi. Bu esa erkak organizmida testosteronni ko'payishiga olib keladi. Mana shuning uchun biz ayrim bemorlarimizga taklif qilamiz, haqiqatdan ham natija olishadi. Testosteronni oshirish uchun ot sport turiga boradi va o'z-o'zidan natijasi zo'r bo'ladi.